alaykum. Salom. Tuman ishdan salom. Tuman ishdan deng. Hozir. Alalatda. Qarshiga. Ha. Ertalabga. Xo'p. Mana marhamat. Rahmat opajon. Rahmat. Arsa. Opajon. Yaxshimisiz opajon? Iltimos bitta bilet kerak edi, shu buni uchib ketay. Iltimos, 4-marta kelishim yoningizga. Odamlarcha gapga tushunasizmi o'zi? Belat yo'q, bo'lmaydi ham. Voy tavba. Opajon, iltimos. Endi nima qildim? Bugun ketolmayman shekilli. Opa. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Kayfiyatda salomatliklar yaxshimi? Tuman ishdan salom. Tuman ishdan deng. Hozir. Sog'liklari yaxshimi? Alalatda. Ha. Navoiyga. Hozir o'sha. Hop. Hozir. Sizni ushlab o'tiramizdik. Hozir. Dolana deng. Juda ajoyibsiz. Dolana buyoqda. Mana marhamat. Rahmat opa. O'z yorini topolmay. Dolana. Qajon. Kechirasiz. Ha, aka. Kechirasiz, iltimos. Biletni qanaqa oldingiz? Men ham bilet ololmayman. Agar biron yo'li bo'lsa o'rgatib qo'ying. Ha? Dolana. Savatdan bormi aka? Savat? Qanaqa savat? Mana bu savatda biron narsa bormi yo bo'mbo'shmi? Savat, savatdan bor ekan. Ha, bor o'zi yaxshi. Institut tugatganmiz. Endi hozir kandidatlikni yoqlash niyatida chop yuribmiz-ku. Nima Yaxshi. Ruchka bormi? Ruchka. Topiladi. Topiladi. Oling ruchkani. Nima endi? Ruchkani oling-da. Mana shunday do'kondan borib turibdi, chiroyli atletga olib keling, boring. Hozir. Yaxshidan olib keling. Dolana. Tog'da o'sgan dolana. O'z yorini topolmay. Mana to'la. Nima qilay? Dolana. Mana shu qo'ying. Yozing. Nima deyapsiz? Tumanovichdan salom. Bo'ldi. 2 buklang. Mana Yaxshilab. Mana. Xo'sh, biz dokument bering. Ushlang. Endi orasiga bitta qizillar yaxshilab. Shunda chiroyli qilib berishmaganda. Shapaloqni. Bo'ldi. Hey aka. Bo'ldi. Kandidat bo'laman deysa. Ana endi kansir opamizni yoqshin yonlariga borib turib, Pasport bilan. ana shunda hujjat bilan birga qo'shib turib, uzatyapti. Bitta shikalat jilmayish qilasiz. Shikolat jilmayish. Uni qanaqasi? Endi avval turib, opa. Chiqarmikin bizdan? Qani? Opa. Ja xunuk chiqyapti, borib ko'ring-chi. Mayli, hozir. Oppa. Opajon. Yana sizmi, ha? Qanday? Tuman ishdan salom. Ha? Tuman ishding. Hozir deng. Hozir sizga qachonga kerak? Mayli, agar hozir bo'lmasa peshindan keyin bo'lsa ham maysa bo'ladi. Voy, peshindan keyingi sandiroqlar nima qilasiz? Hozirni o'zlari jo'nat. Lalayapti. Ha. Menda. Navoiyga. Iloji bo'lsa tezroq hozir. Xo'p. Hozirni o'zida sizni uchirib yuboramiz ana qarangga. Shuni demaysizmi? Darrov kelib, menga aytmaysizmi? Tushuntirib. Kunim bilan ovora bo'lib yuribsiz ha. Qarang. Mana. Rahmat opajon. Arzimaydi. Dolana.
tog'da o'sgan do'lana. Tog'da o'sgan do'lana. Do'lanalab qolibsiz. Ish bitdi uka. Rahmat sizga. Bo'ldi Do'lana. Ya rahmat. Bo'lana. Ko'z yorini topa olmay. Sora hayron do'lana. Yashang. Tuman yordam bera oldimi? Rahmat, yordam Shunaqa og'ayni savodxon bo'lish shart emas. Mana kaminani o'zlari bor yo'g'i 7 sinf bitirganlar. Shunaqami? U ham chala. Endi kechirasiz uka. So'ragani aybi yo'q. Bu tuman uch kim o'zi? Tuman uch. Ha. Bilmadim. Bilib qo'ygan yaxshi. Ha? Yo'q, men o'zim ham bilmayman bo'lib ketay ekan. Men ham birovlardan eshitdim, tumanovich. To'xtang. O'zini haligi nomi ismidan ham bilib turibdi-yu, xo'sh. Tumanovich. Demak, tumanli bir gapda aka. Do'lar bu yoqda. Tumanovishdan salom. Hozir uchib ketasiz-da.